O'rtoqlar, bugun Namanganda Land Cruiser Prado 150 degan akalar, yili 2017-yil, kraskalari top-toza. Salon holatlari juda ham akkuratni tutilgan. Ko'rishingiz mumkin, juda ham keng mashina. Ayniqsa yosh katta insonlarga podarka qilgan, otalarga, onalarga podarka qilgan juda ham yaxshi mashina. Bilasizlar, buni rasxoti sal kattaroq, lekin bunaqa mashina mingan odam rasxotiga qaramaydi. 15 ta rasxot qiladi 100 kilometrga. Akalar, ma'lumot uchun bu mashina 7 kishilik bo'ladi. Orqa sidinalar ham alohida chiqadi. Orqa o'rindiqlar ham alohida ajrab chiqadi. Mashinamizda tonirovka ruxsatnomalari 9 oy. Akalar, bu mashinaning ko'rinishini uncha-muncha mashina bermaydi, sababi derski turibdi. Ko'chada yurganingizda ham hamma sizga qaraydi. O'lchamlari 19 razmerda yumshoq balonlar qo'yib qo'ygan. Balonlarning holati ham yaxshi. Akalar, bilasizlar, bunaqa mashinalar uncha-munchaga buzilmaydi. Toyota kompaniyasining mashinasi. Egalari bilan gaplashib narxini 45 ming dedilar, lekin tushirib, talashib, tortishib 41 mingga tushirdik. Agar barakasiga balki sizga yana ham o'tib berarlar. Egalar nimani pastda qoldiramiz. Srochniy sotib oladigan joy ekan, shuning uchun narxini ancha tushirib berishdi.